Kir mashinalar bor. Kir mashinalar sotiladi. Olib qoling, kelib qoling. Olib ketib olib ketib qoling. Pulini berib keting. Bo'lmasa qarg'ayman. Va nihoyat yangi polizimda ham o'sha hosillar bo'ldi, lekin shu hosilni ertalabdan kelib ko'rishim zarilday. Endi yangilikda bu. Bu hosil, bu polizda oldin hosil pishmasdi. Birinchi marta bu yangilik bo'ldi вообще-то. Suyunchi ber, yangi polizimda hosillar pishibdi. Nima beray suyunchiga? Biror nima tayyorlab beraymi? Nima tayyorlab berishing mumkin? Tortmi shunaqa? Sen pazandamsan? Yo'q, men sozandaman. Basharangga yo'g'im, sozanda bo'lsang qanday pazandani ishini qilasan? Tak, ana endi aytgancha barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joxa va orqamda Jitel. Men aytyapti. Ha, sen aytyapman. Korоче, jigarlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Bu men uchun juda ham muhim va sizlar uchun zerikishning oldini olishga yordam beradigan narsa. Tak, ana endi o'sha polizimdagi ishni qilish kerak, chunki ko'ryapsizlar, вообще такой poliz, yangicha kichkina poliz bo'lgani bilan hosillari udar bo'lgan. O'shani hozir yig'ishtirib olamiz-da, qaytarib joyiga ekishtirib tashlaymiz. Keyin ekkanimizdan keyin yana qachonlardir pishadi. Mana bu polizga bugun ishlamayman, chunki juda ko'p hosil uni yig'ishtirib olguncha meni erinish sistemalarim ishlab ketib dangasaligim tutib qoladi. Keyin mana shu sigirlarni qachondir o'ldirib go'shini yeyish kerak. Tushunmaydi-ya odamning gapiga. Agar tushunsa qochib ketardi, qishloqdan ko'chib ketardi, men suyishar ekan deb. Tak. Nechta hosil olar ekan mana bu nimadan, polizdan? 17 ta, mana bu yerda qolib ketibdi ekan. 20 ta. O'xti, 39 ta urug' tushdi, 20 ta hosil. Sof foyda 20 ta ekan. Yaxshi, juda ham ajoyib. Bunaqangi hosillardan ko'proq bo'lib turgani yaxshi. Tak, hop, atak zo'r bo'ldi mana. Nechta ekdim? 39 ta edi. 20 ta ekdim. 20 ta. Demak, birga bir foyda bo'lar ekan. 20 ta eksam 20 ta foyda va yana 20 ta urug', 20 tadan ko'p urug' tushar ekan. Yaxshi, juda ham zo'r va bunaqangi polizlarni yana bir ikkita qurib tashlasam, ochib tashlasam, nahotki bu do'kon bo'lsa ochib tashlaydigan. Qurib tashlasam juda ham zo'r foyda bo'ladi deb o'ylayapman. Ana endi qishloqda aylanamiz, har doimgidek qiladigan ish yo'qligidan. Qanaqadir odam yangi mehmon keldi deyishayotganda, mana shu yerga o'xshayapti, mana shunga o'xshayapti. What the, bu qanaqa kiyim kiyib olgan? Geymi bu? What the? Yo'q, qiz bola ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz qiz bolamisiz? Yo'q, men ayol kishiman. Basharingizga yo'qmi? Shu qiz bola bilan ayol kishi nima farq bor? Naborat, men sizni yosh qilib ko'rsatyapman-ku. Kimga ko'rsatyapsiz? Yo'q, biroz aytyapman. Ha, shunaqa deng. Ha, shunaqa. Nima siz nejdimisiz? Basharangga yo'qmi? Sen urib o'ldiraman shu yerda. Gapni ko'paytirma, nimaga kelding? O'zing bizni qishlog'imizga nimaga kelgansan? Kir mashina olib kelganmiz, ko'rmayapsanmi? Sotiladi. Qancha? $1 Muncha qimmat, yonida o'zingga ham qo'shib sotyapsanmi? Yo'q, просто tak kir mashinani o'zi sotiladi, $1. $1. Men $1 yo'q. Jitel, senda $1 yo'qmi? Yo'q, menda $1 yo'q. Bo'lmasa bor bu yerda aylanma. Bu $1 turadigan kir mashina. Oho, nabchi qimmatli? Qimmatli, ha, qimmatli. Bo'pti, men lekin atak zo'r qiziqib qoldim. Meni kirlarim yo'q, qanaqa kirlarim, kiyimlarim kir bo'lib yotibdi. Kirlarim kiyim bo'lib yotibdi demoqchi yo'qpa. Bo'ldi, hozir men pul topib kelay, unda olaman. Mayli, oling. Mayli, olaman. Bo'pti, sog' bo'ling. Annyeonghaseyo, konnichiwa. Ha, nima? Bor. Jo'xa, nima qizlar gap otyapsan? Menga aytib beraymi? Qanaqa qiz u? Ayol kishiman dedi, xotin ekan. Men nima dedim? Bo'pti, korоче, gap otmayapman. Assalomu alaykum, janob mer. Va alaykum assalom. Ha, Jo'xa, nima baqir-chaqir qilyapsan? Ko'chamizga qanaqadir ayol kishi kelib qopti. Yoshingizga tengroq ekan. Balki to'y qilarmiz, ha? Nima deganing-ku? Meni uyaltirma. Uyalmang, haqiqat-ku. Balki to'y qilarmiz, ha? Sizni mana misol xotiningiz yo'q. Yo'q, kerak emas menga. Bosh og'riqni kam. Ha, to'g'ri. Xullas, menga $1 kerak. Nima qilasan $1 O'sha opacha bitta kir mashina sotayotgan ekan, o'shani olmoqchiman. Kim ko'p kir bo'lgan demoqchiman. Ha, $1. Sen hali kir yosh mashinasi olmoqchimisan? Ha, shunaqa. Men esa mashina sotib oldim. Qani mashinangiz? Uyimda orqasida turibdi. O'shanga bitta garaj yasab bersang, men senga $1 beraman. Seriozmi? Da, seriozmi. Asbob uskunalarni olib kelishga mashinani haydab borib kelsang bo'ladi. Bo'ldi, addushi, bo'ldi. Hozir mana 36 sekundda hal qilib tashlayman. Qani o'sha mashina? Wow! Men qara rasmga tushma, bro, mashinasini oldiga. Jinnimsan?
Wow! Ferrari mi Lamborghini deydi-ku, Ferrari. Tak borib hozir tapor olib kelamiz. Tapor bilan keyin mashinani minamiz deb borib taporni kataysa qildirib kelaman. Yo'q, yaxshisi borib daraxt olib kelaman. Olib kelgan daraxtdan keyin nima edi? Garaj yasayman-da. Garaj yasab bo'lgandan keyin pul olib turib kir mashinani olaman. Kir mashinani olgandan keyin kirlarimni yuvaman ekan. Nima qilish mumkin? Kir mashinaga ovqat pishirmayman-ku yoki deb nima qilsa bo'ladi, ya'ni kir mashina haydab yurmayman-ku. Men senga qoch degandim hozir. Qoch, ana eshik ochsam qochib ketadi. Kalti menda-da, u mer menga bergan kaltini. Wow, salonni qaranglar, go'zalligini, tablosini qaranglar. Wow. Umrimda bunaqangi mashinani tablosini ko'rmagan ekanman. Tak, ana endi bu mashinani orqaga haydab chiqish kerak. Chiqish nima dedim? Shu kunlarda tilimni sepib, ozgina joyidan siljib qo'ygan, o'shanga ahamiyat bermaysizlar, chunki juda ham ko'p gapiraman. Bitta video davomida 12 minut tinmasdan gapirishni o'ylab ko'rasizlarmi? Yo'q. Wow, nimalar deyapman? O'ylab ko'rganmisizlar hech demoqchi edim. Tak, men esa o'ylab ko'rganman, nafaqat o'ylab ko'rganman, balki qilib ham ko'rganman. Wow, drift ko'ryapsizlarmi? Sal qoldi mashinani olib borib bitta joyga tiqishimga va mani bitta joyga bitta narsani tiqishiga. Tak, ana endi bo'ldi, mashinani datchikini o'chiramiz. Datchik yonib qolmadi. Ta. Ana endi daraxt olib kelamiz. Eshikni olib ketaylik, sovuq kiradi. Hop, mana o'sha daraxt. Bitta mana shu daraxt o'zini olsam yetadi-yu, atak bu katta daraxtni olguncha men juda qiynalib ketsam kerak. O'shaning uchun bir nechta maydaroq daraxt kessam, atak normalli yetib qoladi. Normalli yetib qoladi. Xo'sh, okey, yaxshi. Yana bir ikkita daraxt kesamiz. Yana nechta kerak bo'ladi jami? Uni endi unisi menga qorong'u. Hali kech tushganni lekin qorong'u. 8 ni 4 ga ko'paytiringlar-da, nechi bo'ladi? 72 bo'ladi. Topolmadinglar. Xo'p, ana endi 72 ta bo'lsa, 72 ta kam ekan. 24 4 ga ko'paytiringlar, chiqqani nechi chiqar ekan? 96 chiqadi. Ko'rdinglarmi, topolmadinglar. Ana endi bularni hammasini shuni olib boraman. Shunda men daraxt orqamga nima paydo bo'lib qolmayapti? Men telefonimni qo'ysam yoki taporni qo'ysam orqamga paydo bo'lib qolyapti. Lekin daraxt paydo bo'lib qolmayapti. Chunki daraxt blok. Shuni ham bilmaysizlar. O'rganinglar, nima qachongacha bilmay yurasizlar. Men borib garajni quraman, pulni olaman, kir mashinani olaman, kirlarimni tozalayman, keyin xullas takoy bo'lib yuraman, top-toza kiyimlarni kiyib. Xotinim bo'lganda balki yuvib berarmidi, lekin xotinim ozgina asta, juda astalik bilan harakatlanish kerak. Mashinani harakatlantirish kerak, yaxshisi to'g'rirog'i. Mana shu yerga qo'yamiz. Qoch, bitta joying kuyib ketadi, bo'lmasa meni mashina haydab yurganimni ko'rib. Va bagajga minma. Qoch. Necha marta urdim, ko'rdingmi? Qoch desa qochmaysan. Qochish kerak o'shaning uchun. Tak. Vo, yaramaslar, hammasi shu atrofimda hammang sarson, chiroyliman, hammangdan qochib tur. Tak, okey, yaxshi. Tak, okey. Yana ikki qator qo'shsak, bir qator qo'shib bo'ldi. Ana endi ustini yopamiz. Bu mashinani ustini unchalik baland yopmasak ham bo'ladi, chunki pastgina mashina, Lamborghini. Okey. Ha, daraxtimiz tugab qoldim desam, qo'limdagi tugab qopti ekan. Ya'ni inventarimdagi bir stak tugab qopti. Qoch dedim masallarga. Qoch, somsaxonaga sous qilaman, sani skripkaga sim qilaman. Tak, okey, yaxshi. Usti ochiq qolmasa bo'ldi, chunki qor yoki yomg'ir yoki quyosh tegib qoladigan bo'lsa, bu mashina zanglashi, kir bo'lishi, chang bo'lishi, yo'q bo'lishi mumkin. O'shanaqa holatlarda inobatga olishimiz kerak. Bu tomon voy tegib qoldi. Voy. Qoch dedim men senlarga. Qoch desa o'zbek tiliga tushunmaysanlar. O'zbek tilini tanlash uchun birda bosaymi yo? Qochib tur, chiqib ket, ashaqa chiqib ket. Yo, to'xta, bu tomonga ket ekan, yaxshisi. Bu tomon ket, bu tomon bo'shda. Bu tomon manaqa qilamiz. Ko'rdingmi qanday zo'r ustaman. Okey. Bularga o'tib qaytishiga yo'l qoldirmaslik kerak. Bo'lmasa bu yerda o'ziga trassa qilib oladi. Qochib tur. Okey, mana. Xo'sh, orqa tomonni yopishim shart emas menimcha. Juda ham chiroyli bo'ldi, buni qaranglar. Ustiga chiqib yuribdi. Voy, farosatingga yog'imsanlardi. Xo'p, mana bu tomonda mana shunaqa qilib yopib chiqishga yetarmikan? Da, bemalol 3x3 yetar ekan. Bo'ldi mana, takoy bo'ldi. Endi biratandan pulni olamiz. Opadan esa kir mashinani olamiz. Tak, janob mer, men garajni qurib bitkazdim. Ha, bo'ldi. Televizorimda ostida turibdi pullar, o'sha yoqdan ol. Ha, bo'pti, mana ikkita yog'och otib qo'ygandim, mana shu qo'yib qo'ydim. Xo'sh, bu yerdan ol yog'ochlarni.
Nima zarar bor sizga shu yerda tursa? Yomon ko'ryapti, olib tasha. Ha, mayli, olib tashlayman hozir. Tak, okey, bo'pti, brat, men ketdim. Sog' bo'ling, rozi bo'ling. Mayli, sen ham rozi bo'l. Aha, ovozi g'alati bo'lib qoldi. Chuta, bratan ayollarda ovoziga o'xshamasin ovozim deb shunaqa qilyaptilar shekilli. Bu ikkita men nima qilaman desam, mana berib qo'yib qo'ysam bo'lar ekan. Mana qaranglar. Bu yerga shunday kiradi, mashina orqadan haydab ketadi. Atak chotki boru bunaqangi garajda umrimda qurmaganman. Opacha, короче, men olishga keldim. Ha, pulini bering, janob yigitcha. Yaxshi yigitmi yo chiroyli yigitmi? Yo, chiroyli emas, yaxshi yigit deyvering. Chiroyli yigit bo'lsa, u yomon bo'laman. Pul, tak buni qanday sindirsak bo'ladi? Uyingizda bor, kirkangizni olib keling. Ha, bo'pti, hozir kirkamda hozir senlab turganidan endi sizlashga o'tibdi. Bu pulli kuchida, pulli kuchi. Ko'ryapsan, pul bergandan keyin sizlashni boshlabdi. Tak, uyimga kirib olmay yana. Tak, ana endi kirkamizni olamiz, chunki kir mashina temirdan yasalganligi sababli faqat kirka tita oladi kir mashinani. Xo'sh, tezroq boray, kech tushdi. Uyimga tezroq yetib kelib turib, kirlarimni yuvmasam, kirlarim kirib yotibdi. Tak, bratan, yo, kechirasiz. Opa, oldim, bo'pti, sog' bo'ling, pullaringizni oling, yerga to'yib qo'ymang. Ha, hozir sanayapman, bo'pti, yaxshigicha kep turing. Xo'p, kep turaman. Ujman ketdim. Nima bunaqa oxirgi gaplar cho'zib gapiradi bu kishi? Obunachilar, obuna bo'linglar. Kelgusi videoda ko'rishguncha, xayr. Vobbo, nima buni xato qo'yib yubordim. Короче, xayr.